Ayolingizga havasim keladi, chunki haqiqiy erkakni ayoli bo'lish baxtiga sazovor bo'lgan. Rahmat. Unga o'zimga ham havasim keladi, hazillashib qo'yaman bir xil paytlari. Yaxshi, hammasi uydasan, farzandlar bilan tinch xotirjam, himoyamdasan deyman. Ayniqsa turmush qurganimizdan beri iloji boricha ko'proq ota-onasini oldiga borishni o'zim gapiraman. Ota-onang g'animat, ko'r, birga bo'l deyman. Hatto o'zim bunchalik ko'p ota-onam bilan birga bo'lmagandek. Sizga ham nasib qilsin ilohim. Bundan-da ziyoda baxt, bundan-da baraka, zo'ra, bundan-da kuchli metin himoya. Havas qilganga Alloh beradi deydi, 2 baravar qilib bersin. Salomat bo'ling. Shifokor ko'rigisiz ham vitamin D3 ichsa bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol. Eng zo'r vitamin D3 baribir quyoshga chiqib, adashmasam 9 bilan 11 orasida quyosh nurini o'zimizga qabul qilib turish. Agar qorayib ketaman desangiz, oyog'ingizni o'zi bor-ku, tizzadan past. O'sha joyini chiqazib tursangiz ham keraklisini oladi organizm. Shart emas yuzingizdan olishingiz. Belingizdan o'tib oladi. Oyoqni uchi eng yaxshi joy. Maza qilib olasiz, oyog'iga baribir issiq yoqadi-yu. Agar quyoshga chiqish imkoni bo'lmasa, bemalol olib ichaverasiz. Agar erkak kishi bo'lsangiz, 3000 dan 5000 gacha olasiz. Ayol kishi bo'lsangiz 3000 dozalik ham yetadi. 5000 ni endi doktordan so'raysiz. Ehtiyot bo'lib harakat qilaverasiz. Baribir mutaxassis ko'rigidan o'tib turing. Biz ko'rmagan narsalarni ular biladi baribir. Agar Xudo hozir bor narsangizni olib qo'ysa, qanaqa qilib kutib olasiz? Zo'r savol. Hech nimam yo'g'ida ham qaynatilgan tuxum yeb, dimlangan tovuq go'shti yeb, bodring pomidorimni yeb trenirovka qilardim bitta tochkada o'tirib. Eng qizig'i hali ham o'sha tochkada o'tirib xuddi shu narsalarni yeyman. Bilasanmi nimaga? Xudo bir kun hamma narsamni olib qo'ysa, dovdirab qolmaslik uchun. Demak, dovdirab qolmayman. O'sha tochkada turibman. Restoranda ovqatlanmayapman borib yoki Dubayda yashamayapman, dovdirab qolsam. O'sha joyimda mana. Xudo xohlasa, dovdirab qolmaymiz, yaxshi kutib olamiz. Boshlagan tochkamizdamiz hali ham. Oxirgacha shunaqa bo'lamiz, Xudo xohlasa. Sanga ham shuni maslahat beraman. Daraxt bitta joyda ko'karadi degani, qochib ketmasdan o'sha tochkani qiyinchiligida yuraveramiz. Pul kelaveradi o'zi, baraka. Baxtli bo'l. Baribir javob yozmaysiz ko'ka, nima qilasizlar bunaqalar qo'yib debdi. Bu gapingga qo'shilaman. Lekin qara, umuman umidsiz bo'lib yozib olgan SMS'ingni ko'ribman. 5000 taning ichidan chiqib ketdi-da. Bilasanmi buni ma'nosi nima? Hech qachon noumid bo'lma. Noumid bu shayton. Allohdan baraka so'rasang, fayz so'rasang, iymon so'rasang, qo'rqmasdan so'raver. O'zing bilmagan holda berib tashing. Ikkilanmasdan so'raver. Qara, mana shu SMS'ni qanaqa yozgansan, nomiga yozgansan, ochibdi-yu. Allohga bo'lgan so'rovnomangga milliardlar odam ichidan borib ko'rinsa, ol qulim desa, baxtli bo'lasan. Baxtli bo'l. Gender tengligi qanday qaraysiz o'zibida? Ko'chada, jamiyatda, ishxonalarda bemalol bu juda ham yaxshi. Lekin oilada emas. Oilada baribir erkakni, otaning roli ustunroq bo'lishi shart. Men shunaqa muhitda o'sganman, kam bo'lmadik, Xudoga shukr. Tushkunlikka tushgan vaqtingiz nima qilasiz? Trenirovka qilaman, chunki jismoniy nagruzkadan boshqa hech nima tushkunlikka yordam bera olmaydi. Tushkunlik bu insonning ichida kechadigan tuyg'uda, ichkarida. U narsani prosta tag yurib tashab keta olmaysiz. Faqat jismoniy mehnat orqali terlab, nagruzkalar ko'tarib, baqirib, ozgina miqdorini zalga tashab 3-4 oy davomida o'sha zalga tashab, keyin yengil tortasiz. Bo'lmasa ichkaridan kechadigan jarayon insonni o'ldiradi. Tashqaridan emas, ichkaridan o'ldiradi o'sha tushkunlik. To'lka jismoniy mehnat, boshqachasini tasavvurimga sig'maydi. Ichmayman, chekmayman, klublarga borib o'ynamayman. Bu yengil tortmaydi, odam battar bo'ladi, qiynaladi. Bu jismoniy mehnat, tashab ketasiz. Ozgina shu bilan qutulasiz. Sabr va davomiylik. Mishleniyani qanday o'zgartirsa bo'ladi? Oddiy narsa. Bilasanmi, bir ikkita dalbayoplarning o'zi kontenti bo'ladi, g'iybat, fisq fasoti qo'yib yuradi-yu.
shu bilan ovora bo'lib qolasanda, shuni kommentlariga kirib aralashib qolib, o'zing bilmagan holda o'sishing kerak bo'lgan, insight olishing kerak bo'lgan formatingdan uzoqlashib qolasanda, ko'chada o'rtoqlaring bilan ham o'sha dalbayob kontentini gapirib yurasan. Ko'rdingmi, mazza qilib kuldiga zo'ra deydi. O'zing bilmagan holda mishleningni kichkina qisqartirib qo'yasan. Mishleniyasi rivojlangan bola senga qaraydida, "Bilat, jinni bo'lganmi bu?" deydi. Ana o'sha joyda yutqizib qo'yasan. Demak, asosiy qiladigan ishing lегкий dopamin beradigan kontentlardan ketasan, boshqa formatga o'tib ket, YouTube'ga, Instagramda emas. O'sha yerdan intervyu, podkast, kerakli insightlarni olasan, o'zi o'sib ketaveradi. Chunki mavzularing ham o'sha boshqacha bo'lib qoladi-yu, o'shanaqa odamlarga qo'shilib qolasan. Farzandni kuchli bo'lishi otaga bog'liqmi? Albatta, 100%. Ota shunaqa zotdirki, yo'q deyishni biladi. Og'ir. Mana bu yerda og'ir, lekin farzandga yo'q deya oladi. O'sha farzandni kuchli qiladi. Uni bering, pul bering desa, yo'q, o'zing top degani otaga og'ir. Cho'nchagidan olib bersa hech nima qilmaydi, lekin farzandni o'zi topish instinktini uyg'otish uchun qattiq qo'llik bilan turadi, farzand keyin kuchli bo'ladi. Xato qilganda ona u darajada qattiq qo'llik bilan ura olmasa, ota og'ir bo'lsa ham, даже onadan ham og'ir bo'lsa ham urib beradi. Farzand kuchayib boradi, xatoni tushunadi. Xatoni tushungan farzand kuchli bo'lib boraveradi. Ona unaqa qila olmaydi. Ona har doim "Xo'p, bolam" deydi. Onada baribir mo'tabar yo'q deya olmaydi-da. Ojizada. Shunaqa joylari bor. 17 yoshimda zalga borishga vaqt topa olmayapman. Vaznim 95, bo'yim 184. Bo'pti. Zalga borishga vaqt va sharoit topa olmasang, qaddi qomating buzilib ketishiga ham yo'l qo'yma, ha? Lishni narsalarni yeb tashlama. Ko'chadagi street workout bor-ku, brus, turnik, хотя бы ko'chada yugurib turib, подтянутый deyiladi, tortilib turgan qaddi qomating, chunki 17 yosh, 17-18 yosh bu eng testosteron pik yoshlaring boshlanishi. Hech qachon boshqa 17 yosh bo'lmaysan. O'shaning uchun o'zingni tarix zarvaraqlaringga 17 yoshingni takoy zabardast deb yozib qo'yish uchun zalga bormasang ham buzvorma o'zingni. Mana zo'r bodybuilding qilib tiklanib ketmasang ham buzilib ketma, bo'ldi. Mana shu formatni ushlab ol, yarashadi senga. Vaqtli bo'l. 22 ga chiqdim. Uylanishdan ko'ra zal menga muhim bo'lib qolgan. Shunga nima deysiz? Menga ham shunaqa edi 22 ga chiqqanimda. Bu tabiiy hol. Tim bo'li hozir adashmasam har xil keraksiz g'oyalar aylanib yuribdi-yu, nagruzka bo'lib turibdi ikkala tarafga ham, qizlarga ham, yigitlarga ham. Bu normal holat. Самое главное, o'zingni ustingda ishlashni to'xtatib qo'yma. O'zi chiqadi jufting, xudo xohlasa. Sezasan sanikiligini, o'zingga o'xshaydi. Itoat qiladi. Boshqaruvingga ko'nadi. Srazi уже mas'uliyat his qilasanda, hozirgi formatingga qoniqmaysanda, yana ham yuqorilashga harakat qilasan u uchun. Chunki u seni odamingda, prosta tak bu formatda qolib ketishing kerak emas. O'zidan o'zi orzularing kengayib ketadi, harakatlaring diapazoni oshib ketadi. Shuning uchun hozir shuni mahkam ushur, sekin vaqt o'tib o'zgarasan. Menda ham bo'lgan. BMW gelik keyingisi nima aka, havasdamiz doim debdi. Rahmat. Keyingisi Cadillac Escalade inshaalloh. 18 yoshda nima qilaylik? Qadriga yet. Iltimos sendan qadriga yetgin. Buni hozir tushunmassan gaplarim ma'nosini. No, 28, 38, 48 har 8 bor yoshing kirib kelganda sog'inib eslaysan. Juda ham sog'inib eslaysan. Даже qaysidir ma'noda azoblanib eslaysan. Qadrlamadim shekilli deb. Shuning uchun ulgur. Baxtli bo'l. Semirish uchun eng zo'r pitaniya ayting. Agar oddiy semirish uchun bo'lsa, любой narsa, somsa, shashlik, shilpildoq farqi yo'q. Tort, mort. Agar sportivniy telosложение qilaman, такой, simmetriya bilan o'sish deyiladi. Semirish emas, o'sish. U uchun uglevodni oshirasiz-da, uglevod. Masalan, men ozg'in paytim qaysi uglevoddan ko'p foydalanganman. Makaron, hamyonbop, tvorog,
oqsil sifatida eng hamyonboplar shular edi. Makaronni grammini kengaytirib boring. Misol uchun, dushanba kuni makaron, seshanba kuni grechka, chorshanba kuni guruch, bu kunisi ovsyanka, payshanba kuni 100 grammdan bir hafta yeysizda, keyingi hafta 120 gramm, 150, shuni bir yarim kiloga chiqazib olganingizda buni qanchalik osonligini tushunasiz. Ungacha tushuna olmaysiz. Geynerlarga rasxod qilishingiz mumkin, cho'nchagiga urib tashlaydi. Boy bo'lma, saxiy bo'l gapiga qanday qaraysiz? Yo'q, saxiy bo'lish yaxshi, saxiy boylardan qilib qo'y deb so'raylik. Boy bo'lma deb turib, boylikka bo'lgan immunitetni so'ndirib qo'ymaylik organizmni. Boy bo'lavering. Saxiy boylardan bo'ling, ulashadigan narsangiz ko'proq bo'ladi. Shunchaki saxiy bo'lsangiz, boydagi ulasha olmasligingiz mumkin-da. Lutcha saxiy boy bo'ling. Hozir boy bo'lma, kerak emas ekan deb intilish to'xtatib qo'ying. Boy bo'lavering, saxiylardan bo'ling. Ota-onalarni aylanishga, hajlarga, zo'r-zo'r mashinalarga o'tkazib qo'ying, maza qilsin. Oilangizga zo'r sharoit qilib qo'ying. O'zingiz ham qilich bola bo'lib yuravering. Boy bo'lavering. Saxiy boylardan bo'ling. Shuning uchun niyatni go'zal qilavering. Hozir boy bo'lmasam ham saxiy bo'lsam yetar ekan desangiz, balkim sizni yaqinlaringizga sizni boy bo'lishingiz ko'proq rohat berar, halovat berar. Bu fakt bu. Shuning uchun so'ravering, boylik so'ravering. Haloldan top, haqqa ishlataman, menga ber Robbim deng bo'ldi. Hayotingizda o'ylagan eng yirik muvaffaqiyat nima? Yashash uchun yeyish kerak. Yeyish uchun yashash kerak emas. Ana mana shu narsani tushunganimdan keyin organizmim umuman boshqacha reaksiya bildirishni boshladi menga. Точнее, men xohlagan manzillarga, men niyat qilgan barakalarga, men o'zim xohlagan irodaga yurib borishni boshladi. Hamma narsani me'yorda iste'mol qilishni boshladim. Ya'ni qorin to'yib ketish uchun 6 ta shashlik emas, shunchaki mazasini tortib ko'rish uchun 2 dona shashlik. Kechasi bilan desertga shirinlik yeyish shart emas, shunchaki ertalab ozgina me'yorda frukta energiya uchun. Ana o'sha narsa muvaffaqiyat berdi menga eng yirik. Ana nazarimda. Sizga ham nasib qilsin nafsga teyish. Men BMW ga yarashishim uchun harakat qilyapman. To'ppa-to'g'ri qilasan. Hozirdan boshla harakatni. Shart emas unga pul. Men ham xuddi shunaqa qilganman. Men ham BMW ga yarasha bola bo'lib turaman, keyin BMW olaman deganimda kulishgan. Sani ham ustingdan kulishadi, ayniqsa yaqinlaring. Lekin shoshilma, yugurishga shoshilma, yugurgan yomon yiqiladi. Emaklab bo'lsa ham, tamom, chirmashib bo'lsa ham, yurib borib bo'lsa ham erishasan, xudo xolasa. Erishganingda BMW ga o'zing cho'tki bo'lib o'tirganingda, o'sha kulganlarning ustidan kulishga vaqting bo'lmaydi. Chunki sen o'sha boshqa darajadagi krugda bo'lasan. Boshqa darajadagi krugga BMW ga erishganing uchun kirmagansan. Shu emaklab borish jarayonidagi hayot yo'lingda olgan ilming, tafakkuring, insight, bilimlaring, qiyinchiliklaring dastida o'sha krugga kirib borgan bo'lasan. Ana o'sha narsa yutuq bo'ladi. BMW shunchaki ulovligini his qilasan. Oka, sog'lom rivojlanish uchun nimalardan kechish kerak? Bispantovoy kontentlar, g'iybat to'la kommentlar, fasod videolar bor-ku, o'shalardan kech bo'ldi. Bular bilan ovora bo'lib, mana shu temalarni tema qilib yurasan o'rtoqlaring ichida. Shularning orasida ham hurmating tushib ketadi. Oddiy narsa. Sog'lom fikrlashni boshlashing uchun haqiqatda o'zingni tabiating, fitrating, g'ururing, shijoating, kuch-quvvating, irodang, ruhiyating qaytib kelishi uchun yibanuti kontentdan ketasan. Dalbayib o'zi yozib qo'yadi kommentlarda, bilasizmi, birinchiga. Shunga qo'shilishib, gapirib o'tirganlarga kirib qolma. Ya'ni yozib qo'yadi, ularda ham ko'p galchkasi bo'ladi, podpiskasi ko'p, ular shunaqa publikaga o'ynaydigan masxaravozlarda, o'shanaqalardan ket bo'ldi. Avtomatik sog'lom rivojlanasan, chunki uje sen g'ururli bo'lasan, viqorlisan, band bo'lasan. Katta muskulga ko'proq mashq qilgan foydalimi, kichkinami? Qarang. Ikkalasini ham o'zining o'rni bor. Ikkalasi ham bir-birini to'ldirib turadi. Bir xillari qanotga katta mehr beradi-da, qo'llariga qaramaydi, g'alati bo'lib qoladi anu. Qorboboga cho'p tiqib qo'yadi-yu, shunaqa bo'lib qoladi. Bir xillari qo'liga, bitsepsga juda katta e'tibor beradi-da, yelkani ishlamay qo'yadi, simmetriya bo'lmaydi. O'shaning uchun hammasiga me'yorda katta muskulga, kattaroq vesda men qanaqa ishlayman? Kam takrorlashda programma beraman. Tezroq qilaman.
kichkina muskulga kamroq vesda sekinroq ishlayman. Misol uchun bitsepsga sekinroq ishlayman. Qanotga tezroq tortaman, chunki juda ko'p energiya zatratность borda. Demak, ikkalasiga ham to'g'ri aksent bersangiz bir-birini to'ldiradi. Bu juda muhim. Uylanishga kechikayotganlarga nima deysiz? Shoshilma, o'zim ham 29 yoshda uylanganman, ukam. Vobshe shoshilma. Uylanishni qidirma, o'zingni qidirib top bo'ldi, o'zingni qidirib. Sen o'zingni lutchi versiyang bo'lsa, necha yoshda uylansang ham halovatda yashaysan. Hozir vaqtli uylanib olib, ertaga kelisha olmasdan miyasiga qurt kirib, halovatingni o'g'irlasa, balkim qo'shimcha kasallik orttirarsan. Kerak emas bu narsa. Hozir sog'lom boshingga, kuchli jismingga qo'shimcha stress kerak emas. Agar uvering bo'lmasang. Hech ham shoshilma, o'zingni barakangda halol ishni qilaver. Yaxshi o'zingga uvering bo'lasan, uy-joy akkuratni bitta oddiyroq mashina bo'lsa ham xizmatini qilib beraman menga juft bo'lganda deb. Halovat haligisini plankasini balandroq olganingda uvering bo'lib uylan. Buni shoshilma, uni hech qanaqa yomon joyi yo'q. Men ham 29 dan keyin uylandim-da. Shuning uchun kerak emas shoshilish. Albatta olinadi. Bu bilasizmi, sifatini oshirib beradi testosteronni. Bir xil paytda kurs paytida ham testosteron Вроде qarasangiz analizda 120-150, но siz xohlagan vibe, kayfi bermayapti, adrenalin bermayapti. Ana o'sha paytda gonadotropin olinadi. Faqat gonadotropin olganda ko'pchilik 1000 единица olar ekanda haftada bir marta. Buni ozgina sikl o'ynab ketadi-da. O'sha paytda estradiolni bitada tepaga ko'tarib yuboradi. O'shani inobatga olib, anastrazol bilan to'g'ri обращаться qilish kerak. Желательно 500 haftada 2 ta olib tursangiz normal. Или 250 через день. No, mani fikrimcha 1000 birdaniga haftada bitta olib turish, estradiolni bitta tekshirib ko'rganman. Bitada tepaga uradi-yu, настроениеңizni battar tushiradi. 3 kundan keyin yana so'nib borishni boshlaydi. Shuning uchun anaqasini to'g'rilab olish kerak siklni. Diplom kerakmi? Yo'q. Diplomat bo'lish shart lekin. Ikkita diplom bor, ikkalasini ham ishlatmaganman. Balki umuman ishlatmasman. Qanaqa diplomatligimni o'zing yaxshi bilasan. Qolgani o'zingdan atlet. Baxtli bo'l.